Meni do'stimga uy kerak edi. Oy, Naqadar quti, chin ursin, uyning tagidan quti chiqdimi? nima qanaqa oltin? Qara nima topdim. Nima bu quti? Ha? Yo'q. Nima? Yo, men istamagandim. Nima bo'ldi, Jitil? Xo'sh, mana shu yerni ko'rsatyapti navigator. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Jack va videomga xush kelibsizlar. Men bugun aynan o'sha trendga chiqqan 13-qishloqqa keldim. Bu yerda mening do'stim bor va o'sha Jitil do'stimning yoniga keldim. Uni uyi shu tarafda bo'lishi kerak. Tak. Mana. Salom Jitil. Salom, yaxshimisan, Jack? Salom. Uyimga baho bersin. Kichkinagina ekan, ixchamgina. Hada. Xo'sh. Narsalaring ham bor ekan. Xo'sh, nima qilasan? Meni mehmon qilarsan balki? Ha, albatta, lekin uyim kichkinalik qiladi. Yur, senga birinchi uy topamiz. Yo'q, ha. Kel bu yoqqa. Senga qishloqni ko'rsatib o'tay avval. Bu yerda o'yinchilar yashaydi. Yo'q, ha. Почти hamma uy o'yinchilarniki. Mana bu yerda ham, bu yerda yana bitta eshik turibdimi? Ha, eshik turibdi. Xo'sh, kimning uyi? Eshing bo'lmasin. Nima uchun? Kim bu yerda? Sen so'ramay men aytmay. Bu yerda Trampning uyi, ha. Tushunursan, Bu do'kon, bu yerda esa temir asboblar, Mana bu yerdagi ko'k pardali uy esa merning uyi. Qo'yil. Xullas shunaqa gaplar. Uy masalasi-chi? Uyni merdan so'rashimiz kerak albatta. Berarmikin o'zi menga uy, nima deysan? Ha, berishi aniq, lekin yangisiga puling yetmasa kerak-da, eskirog'ini beradi. Yo'q, ha. Balki o'zimizning rayonda, bizni rayonda uy yo'q-da. O'zim ham bilmayman. Ha, merdan so'rab ko'rishimiz kerak. U bilsa kerak qayerda nima uy borligini, lekin o'zinikidaqa chiroyli uy bermasligi aniq. Yurchi. Xo'p. Ha, o'zining yurosini ham katta chiroyli ekan. Hozir so'raymiz. Janob mayor, shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Men do'stimni olib kelgandim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, keyinchi meni do'stimga uy kerak edi. Uymi? Bir uy bor, lekin u eski. Aytgandim-ku. Xo'sh, ko'rsating. Hozir ko'rsataman, lekin aytib qo'ying, o'rmon yonida. Ha, bizga bo'laveradi. Xo'sh, mayli, davay qani ko'raylik cho'yini. Hozir ko'ramiz. Yuringlar, mana shu uy. Xo'sh, nima deysizlar? Vau, janob mayor, yomon emas ko'znitsa. Nima? Qanaqa ko'znitsa? Ko'znitsada o'yinchiki. Yo, mana bu uyni aytyapman. Qaysi uyni? Mana bu uyni. Tushunursan, men mana bu ko'znitsaga qarabman. Janob mayor, eskisi chiqib yotibdi-yu. Mayli, kerak bo'lmasa. Sen bu uyni olasanmi? Bo'ldi endi, kech. Janob mayor, yuring, gaplashib olaylik. Sen uyga qarab turaver. Xo'p. Tushunursan, jitillarning ovozi bir xilki, men masalan umuman tushunmadim. Kim gapirdi, nima dedi? Yana bir-birlariga qarashadi, menga qarashadi, tushunib bo'lmaydi. Mayli, shu uy menga bo'ladigan bo'lsa, okey, hozir buni ta'mirlashni boshlashim kerak. Tushunursan, polni chirib ketganini-chi? Kim qaragan o'zi bu uyga? Hech kim qaramagan. Bu nima bo'ldi? Qanaqadir quti. Tushunursan, uyning tagidan quti chiqdimi? Buni ochib bo'larmikin, ha? Nurson, agar ochsam ichidan xazina chiqsa, tak hozircha olib qo'yish, jitil kelsin, unga ham aytaman, ko'rsataman, tak. Bo'ldi, bularni olib qo'yaman va xo'sh. Kelinglar, mana bu kirkani olamiz va uyni sekingina ta'mirlashni boshlaymiz. Jitil kelsa esa ko'rsataman. Mana bularni chiqarib qo'yishimiz kerak. Bu yerda endi boshqa barikada kerak emas. Bittasi bu yoqqa, yana bittasi bu yoqda. Do'stlar, men ishona olmayman. Nahotki xazina topgan bo'lsam, bunga bir qaranglar, ichidan oltinlar chiqsa, nima qanaqa oltin? Qara nima topdim. Nima bu quti? Qoyil, nima bor ekan ichida? Hozir xo'sh, yaxshilab qarachi. Mana har xil narsalar, nima bo'ldi? Qanaqadir tugma bor edi, bosib qo'ydim. Tushunursan, shoshma, hozir montirovka olib kelaman. Qutini yopib qo'yding. Nima? Yopib qo'ydim. Tushunursan, do'stlar, men inglizchani tushunmayman. Sale degan knopka bor ekan, xolos shuni bosgandim, bilmadim, yopilib qoldi deydi. Mayli, lekin rostdan ham axir bosdim, ochilmayapti. Okey, mayli, montirovka kerak bo'lsa, montirovkani olib kela qolsin. Biz esa mana bularni buzib turamiz, keyin esa qutini o'zini ko'ramiz. Teparoqqa ham olib qo'yaman, jitil kelgunicha. Yaxshi, endi esa kelinglar, mana bu yerni ham ochib olamiz, kirib chiqishga oson bo'lishi uchun. Uy rostdan ham anchadan beri yotibdi shekilli bu yerda. Buni qaranglar, hattoki bir blok yer tagiga cho'kib ham ketgan. Bo'pti do'stlar, mayli, kelinglar, endi toshni olamiz. Qayerdan olsam ekan, bu yerda toshni? Tak, mana bu yerda ozgina yer kirgan ekan, shu yerdan olsam-chi? Yaxshi. Mana shu yerdan olsam ko'rinmasligi ko'mir ham chiqdi. Jenurson, qancha ko'mir chiqarqinglar, chunki ko'mirni yaxshigina sotish mumkin. Tak, davay qani. Mana buni olib tashlayman, chiqishga oson bo'lishi uchun va qolgan ko'mirlarni ham olishni boshlaymiz. Hozircha uncha ko'p chiqmadi. Mayli, omadim kelmadi shekilli. O'zimiz ishlatsamiz bu ko'mirni sotishga arzimaydi beradigan puliga. Mayli, hech bo'lmasa yarim stak chiqqanda ham yoki 20 ta chiqqanda ham yaxshi sotsa bo'lardi. Xo'sh, davay kelinglar endi. Bularni ham chopib olamiz hammasini. Xo'sh, ajoyib. Shuncha tosh yetarmikin menga?
yoki yetmasmikan? Ha mayli, hozir zapasi bilan olib olsam toshni, keyin yana qaytib kelib o'tirmayman. Bo'ldi, endi esa uyga otlanamizda hozir qo'yib chiqamiz bu toshlarni hammasini chiroyli qilib remont qilib. Xo'sh, qani endi mana shu yerdan boshlaymiz va taglarini ham yopib chiqishimiz kerak. Qutini ham ustidan yopib qo'yamiz, hech kim hozircha ko'rmasin. Bo'ldi, endi esa polni bu tarafini ochishimiz kerak. Endi esa sekin eshikning o'rniga mana bularni qo'yamiz va bo'ldi. Buni qaranglar, rostdan ham hozircha juda ham yomon ahvolda, lekin asta-sekinlik bilan ko'rib turibsizlarki, remont qilganimiz sari hammasi yaxshiroq ko'rinishga ega bo'lib boryapti. Xo'sh, bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa va mana bu yoqlarga ham qo'yil. Rostdan ham do'stlar juda ham chiroyli chiqyapti. Endi esa kelinglar asta-sekinlik bilan daraxtlarni chopib kelamiz. Xo'sh, mana shu tarafda ajoyib, qani ketdik. Mana shu yaxshi g'oya bo'ladi agarda qishloqda daraxt chopayotganimizni hech kim ko'rib qolmasa, chunki ahmoqona qonun bo'yicha bu yerda yana ekin daraxtimizning o'rniga boshqasini ekishimiz kerak, kamida 2 ta bo'lishi kerak. Shuning uchun ham hech kim ko'rmagani yaxshi. Xo'sh, olamiz, bunisini ham olamiz. Yana bitta ikkitasini chopsam yetadi. Kelinglar, mana bu daraxtni chopamiz, chunki burchakroqda turibdi, qishloq tarafdan ko'rinmaydi hech kimga. Bo'ldi. O'ylashimcha shu daraxtdan yetsa kerak yoki yana bitta olsamkina zapas bo'lishi uchun. Hatto yo'q do'stlar, bo'ldi. Shuni o'zi yetadi, shundoq ham 10 tadan ortiq bo'ldi. Yana o'zimizda mana eshik ham turibdi, ortiqcha sarflashimizga to'g'ri kelmaydi. Qani boramizda hozir uyni qurishni davom ettiramiz. Xo'sh, atrofida ham yana toshlar bor ekan-ku, jin ursin. Boya boshdan ko'rmabman. Xo'sh, mana bu chirigan toshlarni almashtirish ketarmikin hammasiga? O'ylashimcha yetib qolmaydi. Xo'sh, tepada aniq yetmaydi. Tepada ham ko'p joylari mana shunday ko'karib ketgan, o't o'sgan toshlarga to'lib yotibdi. Bu tarafni ham olib tashlaymiz. Ha, bittasi yetmay qoldi, lekin toshga keyinroq borib kelaman. Hozir esa bizga boshqa narsalar kerak. Aynan mana bu qolib chirib ketgan daraxtlarni hammasini almashtirish yaxshi variantlariga. Undan tashqari ko'rdimki, tomni ham bir qismi chirib yotibdi. Ana shuni ham almashtirish kerak. Shundan keyingina bu uyni tugatdik deb aytsak bo'ladi. Faqatgina shu holatda yashashimiz mumkin. Ichidan hech bo'lmasa chiroyli bo'lib tursin, tashqarisini-ku keyinchalik ham tuzatib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu tarafi va mana tepalari ham yopildi. Endi esa bu joylarni ham yopib chiqamiz va bo'ldi do'stlar. Buni qaranglar, qanchalik tanib bo'lmas holatga keldi ichki tarafidan. Endi kelganimizda hamma yoq xunuk bo'lib, o't o'sib, yer bo'lib yotgandi, ko'kargan toshlar. Bu yerda esa endi chiroyli bo'ldi. Tashqari tarafini ham yaxshilab chiqsak, bu zo'r bo'lardi-ku, lekin mayli, hozircha boriga shukr qilamiz, chunki yana menga tosh kerak bo'ladi. Xo'sh, bo'ldi, jitel, tun bo'ldi. Ochamizmi? Ha, ochamiz. Montirovka senda? Ha, menda. Yaxshi. Endi hech kim ko'rmaydi. Davar qani ochchi. Nima chiqarkin ichida? Eshik qulflanganmi? Yo'q. Nimaga? Shart emas, baribir hech kim kirmaydi. Xo'sh, nima chiqdi? Tak, bu yerda qanaqadir ko'z. Nima? Ko'z. Ha, nima bo'ldi? Yo'q. Nima? Yo, men istamagandim. Nima bo'ldi, jitel? Axir bu o'rmondan keladigan ko'z yo'q. Jitel, nima, qanaqa o'rmonda? Kimni ko'ryapsan? Qayoqqa qarayapsan? Jitel, ana o'sha tarafdan kelardi. Hoy, shoshma. Nima bo'lyapti? Tushuntirib ber. Xolos, ko'p yillar oldin bir jitel bo'lgan. Uni ko'zining rangi hozir sen qo'lingda ushlab turibsan-ku. Tak, o'rmondan keladi deding-a? Ha, o'rmondan keladi, lekin o'rmonda hech kimni ko'rmayapman. Hozir kelmaydi-da. Ha, mayli, davom ettirchi, keyin ko'z haqida gapirayotganing. Ha, hozir qo'lingda ushlab turgan ana shu shishali ko'z uniki edi. Uniki? Jitel, qansan? Tushunursan. Jitel. Oy, yo, Bernard. Tak, hozir. Xo'sh, menga verstak kerak bo'ladi, chunki narsalarni olib qo'yishim kerak. Juda ham ko'payib ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqadir ko'z haqida gapira boshladi. Shishali ko'z. Tak, davay buni olib qo'yamiz. Bu nima bo'ldi? Qanaqadir belgi. Tushunursin. Shamim yonib turibdi hozirgacha. Bu yerda esa o'rgimchak to'rlari va tak, bu nima ekan? Pichoq va qanaqadir hayvonni bosh chanog'i. Va mana bu yerda odamniki, bu yerda esa hayvonniki. Xo'sh, mana bu ko'z esa rostdan ham shishadan va nima qilinarkan bu? Bilmadim. Tak, bu yerda esa kim ochsa qarg'ish tegadi va ko'zsiz qishloq keladi. Nima, qanaqa ko'zsiz qishloqi tushunmadim. Nahotki jitel aytgan gaplari to'g'ri bo'lsa? Hatto yo'q, menimcha bu prank bo'lishi ham mumkin. Bilmadim. Nima? Bu nima bo'ldi? Hoy, jitel senmisan? Tushunursin. Jitel. Oy, yo'q. Nima? Bu nima edi? Tak, jitel. Sekin. Yo, men bu yerda qolishni istamayman. Tushunursin, ahmoqona qishloq. Nima uchun bu yerga keldim? Tak, bu yerdan tezroq ketmasam bu. Janob mayor, qayoqqa ketyapsan? Menmi? Do'stim yoniga. Do'sting tinch o'tiribdi, xotirjam bo'l, uyingga qayt. Nima?
qayt uyingga. Lekin hozir Nima? qayoqqa? Do'sting yoniga. Qaysi? Shoshmang. Bu yana kim bo'ldi? Qanaqadir pushti kiyimda. Hoy, janob mer, qayoqqa g'oyib bo'ldi endi? Nima bo'lyapti bu ahmoqona qishloqda, Chin ursin?